Assalomu alaykum qarindoshlar. Tor bekat qurish haqidagi bu yurish darsimizga xush kelibsiz. Biz bu yurish darsimizda tor bekat qurish to'g'risida o'rganamiz. Buni tor bekat ichishmi deydi. İngilizce develop a website deydi. Bu uzun bir yurishlik dars. Buningda biz HTML, CSS va JavaScriptdan foydalanib o'zimiz xohlagan tor bekatni, xohlagan mazmunni, xohlagan bad ko'rinishni la'laydigan, quradigan bo'lish maqsadiga yetamiz. Bizning nishonimiz bu yurish darsida tor texnologiyasi bilan tanishish. Bu yerdagi texnologiya nima deganda HTML, CSS, JavaScript. HTMLni dastlabda tor bekat yangidan chiqqan vaqtlarda 90-yillarda tor bekatlarni ko'rsanglar, intayin oddiy bir tekst bilan aşında tor bekatlarni faqat HTMLdan foydalanib yozgan. U vaqt texnik ojizdi. Ya'ni xuddi bu HTMLni o'xshasanglar bo'ldi deganda odamninki skillga o'xshasanglar bo'ldi. Hech nima yo'q. Bak oddiy. Ondan keyin CSS chiqdi. Bu CSSni bir manda o'sin tuzish yoki azroq iskat kirgizish deb tushensanglar bo'ldi. Xatni cho'ngaytirish, kichikirtish. Faqat xatni cho'ngaytirish, kichikirtishlar emas, uningda boshqa nurg'oqtarlar bor. Buni tafsiliy to'xtalamiz. Ondan keyin ta'sirchanligi, interactivity deymiz, eng oxirida JavaScript. Bizningki Uyg'ur Future Technics YouTube kanalida JavaScriptning dastlabki asosidan 18 qismli dars bor, shuni ko'rib baqsanglar bo'ldi. Ammo buningdimi to'liq so'zlaymiz. Ya'ni bir harakat uchun JavaScript lozim. Tor bekat o'zida ta'sir ko'rsatadigan. Bizning bu yurish darsimizning nishoni mush uchun o'rganish, mushuni paylab tor bekat qurish. Endi qanday o'rlashtiramiz deganda dastlabda bizda bir yaxshi ilg'or tor ko'rgi bo'lish kerak. Ilg'or deganimda Chrome yoki O't tulkisi degan Firefox demakchi. IE yoki Edge ni tavsiya qilmayman shaxsan. Ammo Chrome ni tavsiya qilaman. Kompyuterlarda Chrome bo'lish kerak. Undan keyin kod tahrirlagich bir kod tahrirlash lozim bo'ladi bizga kod yozgan chaqda. Biz sinab boqamiz. Yozgan kodimizning ta'sir ko'rsatganini bilgimiz keldi. Shuning bir kod tahrirlagich lozim. Buni tekst tahrirlagich deydi. Biz bu yurish darsimizda Atom kod tahrirlagichini ishlatamiz. Undan keyin bizning yozgan kodimizni go'zallashtirish, osonlashtirish uchun ba'zi bir qistirmalarni qachlaymiz. Asosli 3 narsa. Shuni bilan boshlaymiz. Hamda siz ishlatayotgan tor ko'rgi, masalan, Chrome ishlatayotgan bo'lsanglar, bu siz unda oddiy shu katakchiga www.facebook.com unda osonlama emas. Bu bek murakkab narsa. Ochqichlar uchun bu nurg'ulg'an, tor ko'rgi nurg'ulg'an motor, nurg'ulg'an birikmalardan tuzildi. Bizning asosli diqqat qiladigan nuqta ikki narsa. Birisi ko'rsatish motori deymiz, buni rendering machine deydi. Nima? Rendering engine. Bu rendering engine degan qanday narsa desanglar, shu Chrome yoki xohlagan bir tor ko'rgida HTML bilan CSS ni ko'rinishlik rasmga o'zgartirishga mas'ul. Ikkisini birlashtirib. Ondan yana birisi JavaScript interpreter deydi inglizcha. Interpreter degan JavaScript tarjimoni. Yozgan JavaScriptni biz tarjim qilib berdi. Buni Visual Machine mi deydi? Sizlar developer toolni ichib konsolni bilsib, konsoldan bevosita JavaScriptni yozsak bo'ldi. Hozir har qanday tor ko'rgishning yadrosida JavaScript Visual Machine bor. Bevosita yoza olamiz. Asosli biz mashg'ul bo'lganimiz shu ko'rsatish motorini rendering engine bilan JavaScript tarjimoni. Bu JavaScript tarjimoni nima qildi? JavaScript kodni ijro qilish mas'ul. Yig'incha qilsam, bu yurish darsimizda
HTML, CSS va JavaScriptdan foydalanib bir tor bekat qurishni o'rganamiz. Bu tor bekat qurish deganda hozir ko'pincha shirkatlarningki xizmat o'rinlarida ishki xizmat o'rni eng olqishga erishgan. Ya'ni birisi web developer deydi. Tor ochuvchi mana shu HTML, CSS, JavaScriptdan foydalanib. Yana birisi endi sinoq qilguvchi deydi. Yo'q, sinoq avtomatlashtiruvchim deydi. Bir tor bekatni avtomatlashtirish deydi. Mavu texnologiyalar biz o'rganmoqchi bo'lgan HTML, CSSdan foydalanib va JavaScriptdan biz ochiqchilik, sohaga taraqqiy qilib maqsad bo'ldi.